Hurmatli Botir xalqaro televizionining ko'ruvchilari, salom. Bugun seshanba 2016 milodiy 25 oktyabr 1495 hijriy shamsiy 4-aqrab boshlab xabarlar sanasi. General Abdurashid Do'stum hukumat yuqori lavozimlar rasmiylari Afg'oniston xalqining kelajak bilan o'ynashlarini aytadi. Kobilning minglarcha yashovchilari o'z orqadoshliklarini General Abdurashid Do'stum rahbarligi ostida bo'lgan amniyat kuchlaridan e'lon etganlar. Va amniyat nodlar rasmiylarining mudiriyati zaif bo'lgani bois joriy yilda Afg'on harbiylarining talafoti yuqori ketishiga sabab bo'lgan. Muhim xabarlar tafsiloti bilan men Nusratulloh Ahadi. Jumhuriyat riyosatining birinchi o'rinbosari Alhositir General Abdurashid Do'stum Foryo viloyati G'urmoj bo'lishvaligining harbiy amaliyotidan so'ng bir xabar yig'ini o'tkazib, amniyat rasmiylari va hukumatchilik sistemidan jiddiy suratda tanqid etgan. Jumhuriyat riyosatining birinchi o'rinbosari hukumatning yuqori lavozimlar rasmiylari Afg'oniston xalqining kelajagi bilan o'ynashdan xabar bergan. Sitir General Abdurashid Do'stumning aytishicha, hozirgi hukumatchilik sistemi Amir Abdurahmonxon siyosatiga o'xshashi bo'lgan. Kobilning minglarcha yashovchilari, Afg'oniston Milliy islomiy junbush hizbining faollari, madaniy jamoat faollari, siyosiy bilimdonlar va ayollar Kobilda bir yig'in o'tkazib, o'z orqadoshliklarini Jumhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari Alhositir General Abdurashid Do'stum rahbarligi ostida bo'lgan amniyat kuchlaridan e'lon etganlar. E'tifolda so'z yuritgan kishilar Jumhuriyat riyosati birinchi o'rinbosari Alhositir General Abdurashid Do'stumning urush mudiriyati va rahbarligidan xursandlik bildirib, hamda General Abdurashid Do'stum milliy birlik hukumati rahbarlari orasida o'xshashi bo'lmagan ishlarni bajargandan tavsif etganlar. Ushbu shaxslar dushman dastalaridan najot topish uchun yolg'iz yo'l bir parcha bo'lib amniyat kuchlaridan himoya qilish deganlar. Kobul viloyatining minglarcha yashovchilari, xalq namoyandalari, Afg'oniston Milliy islomiy junbush hizbining faollari, madaniy faollar, siyosiy shaxsiyatlar, davlat idoralari mas'ullari, din olimlar, Afg'oniston yoshlar junbushining rahbarlik hay'ati, Afg'oniston Milliy islomiy junbush hizbining ayollar kengashi faollari, yoshlar va sportchilar katta bir e'tifolni yo'lga qo'yib, o'z orqadoshlarini Jumhuriyat birinchi o'rinbosari Alhoj General Abdurashid Do'stum va o'lka amniyati kuchlaridan e'lon etganlar. Ushbu e'tifol keyinga qaytishimizga ayb. Biz amniyat kuchlaridan orqadoshlik etamiz va amniyat kuchlaridan orqadoshlik etish, milliy nomusdan orqadoshlik etish degan shiorlar bilan boshlangan. Ushbu yerda xalq namoyandalari, madaniy faollar va yoshlar junbushi sozmonining faollari harbiy kiyim kiyish bilan niyoz bo'lgan holda amniyat kuchlari va Jumhuriyat birinchi o'rinbosari Alhoj General Abdurashid Do'stumning yo'lida to'xtashdan xabar berganlar. E'tifolda so'z yuritgan kishilar Afg'oniston ayniqsa o'lka shamol viloyatlarini tolbar hujumlardan poklash uchun Jumhuriyat birinchi o'rinbosarining etgan talashlaridan minnatdorlik bildirganlar. با قهرمانی ها و تلاش های محترم استر جنرال الحاج عبدالرشید دوستم معاون اول دولت جمهوری اسلامی افغانستان که همه شما در اواخر شاهد هستند که در برابر یک توطئه بزرگ و یک دسیسه‌ای که علیه مردم، علیه منافع مردم در جریان است و در جریان بود، به خصوص در ولایت‌های فاریاب و جوزجان و سرپل، از اثر سعی و تلاش و زحماتشان و رهبری و مدیریتی که سوق اداره‌ای که نیروهای امنیتی را داشتند، ولی مردم اون ولایت را از تشویش و از نگرانی بزرگی که هر لحظه و مردم انتظار از او را میکشیدن نجات دادند. دوستان میخواهم که در ولایاتی که ناامن است مثل بغلان و تخار و قندوز و بدخشان جز شمال و شمال شرق بدانند و او جارم رهبری بکنند و می نیسی یک
یک افسر دلسوزی این وزارت معاونت اولش به جای خودش بتانن که با نیروهای امنیتی من رهبری جنگ شریک بسازن و در اونجا ما به این ضرورت داریم، از این همکاری میخواهیم. هیچ قچان دشمنگه یول قویمن که برلگimiz نبستلر. هیچ قچان yol vermen ki general dostum ne xatidan sizlarni uzoq saqlasalar. Bu xatlarni sindirib general dostum bilan birlashishimiz kerak va uni himoyat qilib arkadaşlik qilishimiz kerak. Davlat qurolli qarshilarni o'rtini eltish, turizmdan arkadaşlik etadigan o'lkalar qarshisida to'xtash va amniyat kuchlaridan arkadaşlik etish Cumhuriyet birinchi o'rinbosarining unumli amalkorlaridan bo'lib, ana shu bois e'tifollar suratgan kishilar Cumhuriyet birinchi o'rinbosarining ushbu ishlaridan sitoyish qilganlar. قوای مسلح افغانستان جناب دکتر صاحب اشرف غنی و همچنان چه رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان جناب دکتر صاحب عبدالله و همچنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر داخله جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و سایر دستاندرکاران تراز اول این حکومت برن در جبهات جنگ مثل جناب جنرال صاحب عبدالرشید دوستم. پلاندو ټکی کې چې موږ د جنرال دوستم نه اعلانوو او جنرال دوستم سره ودرېږو او موږ تقریبا 500 کسان په هوښ کې فاریاب ته وسره څو جنگ وسره کوي دا دښمن هیڅ شي نه ده، موږ ته هیڅ طاقت نه لري. زندای د وستر جنرال عبدالرشید دوستم کلن نیروهای امنیتیمizin kaptalında durup bunların etyon her bir ikdamlarından himayet edip elimizden gelen yardımımızı etmeli bizler. Şunun için bizler öz içimizde hiçbir neva taassup, dil taassubi, mantıqa taassubi, hiçbir taassubun yo'qligini e'lon edib, Ushbu e'tifolda o'lkada tirikchilik etib keladigan ayrim qavmlar huzur topib va ular Cumhuriyet birinchi o'rinbosari Alhoji Isroil Abdurashid Do'stum o'lkani begonalik qo'llardan qurtarish va amniyatni ta'minlash talashiga deb aytadilar. جنگ داخلی نیست، جنگ اقوام نیست، جنگ مذهبی نیست. همه مردم افغانستان، هم اقوام افغانستان با هم برادرن، با هم برابرن، با هم یک وجودن، با هم گل یک باغ و بوستانن. باعث یک ارگان مستقل، باعث یک ارگانی که همیش به خاطر سربلندی افغانستان عزیز و به خاطر سربلندی ملت غیور با شامت افغانستان آواز بلند کردن. ما از قوای مسلح افغانستان حمایت خود اعلان میکنیم و همچنان از برادر بسیار بزرگوار استر جنرال عبدالرشید دوستم. من نمیتونه که سر ما پیروز شود. هیچ وقت دشمن قوی بودن نمیتونه. در صورت اگر همگی ما متحد باشیم و فکر و مفکوری جناب استر جنرال عبدالرشید دوستم را داشته باشیم. ما که حمایت از حماس آفرینان و جانبازان کشورمان می باشد، در حقیقت دین شهروندی خیش را ادا می نماییم. قوت‌های مسلح ما که همواره به خاطر نوامیس ملی، عزت، آزادی و فضای صلح‌آمیز و عاری از خشونت فعالیت می نمایند و خون خیش را برای ما و شما عزیزان در دفاع از سرزمین که ارزش مادر را دارد می ریزانند. حکومت وحدت ملی در رأس آن سرقماندان اعلای قوای مسلح کشور جناب معاب محمد اشرف غنی باید در قسمت هماهنگی بیشتر سکتورهای امنیتی و رهبری بهتر عملیات‌های نظامی مساعی بیشتر به خرج داده و نیازمندی‌های آنان را به گونه‌ای که پاسخگو و متناسب با تهدیدهای امنیتی باشد مرفوع سازد. 2. حکومت وحدت ملی با در نظر داشت زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر محترم الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و سربازان همراهشان هرچه عاجل کمک‌های لازم اکمالاتی، تکنیکی و لوجستیکی را فراهم نموده و از ایشان تقدیر و تمجید مناسب و همه جانبه نمایند. در این قسمت ما از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم تا از تجارب عظیم نظامی شخص معاون صاحب اول ریاست جمهوری
در قسمت بهبود امنیت سرتاسری در کشور استفاده بیشتر به عمل آورند. 3. رهبران حکومت وحدت ملی مسئولیت کامل و جدی دارند تا مجروحین، معلولین و بازماندگان نیروهای قهرمان امنیتی کشور را مورد توجه خاص قرار داده و آینده های ورثه های آنها را با تعهدات مالی و معنوی تضمین کنند. 4. نهادهای امنیتی و دفاعی کشور باید از هر نوع مداخله و دستاندازی و وابستگی های قومی، حزبی، سمتی و لسانی در امان بوده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش ورزد تا این نهادها به گونه کامل غیر سیاسی گردند. ular o'z arkadaşlarının ülke emniyeti kuchlari va Cumhur Reis birinchi o'rinbosaridan e'lon etib, niyoz bo'lgan holda harbiy kiyim kiyish bilan Afg'oniston xalqi dushmanlarini o'rtini eltish uchun emniyet kuchlari yonida qaror topishni aytganlar. Emniyeti nihodlar rasmilarning mudirati zaif bo'lgani bois joriy yilda Afg'on harbiylarining talafoti yuqori ketishiga sabab bo'lgan. Ushbu matlabni NATOning Afg'onistondagi umumiy qo'mondoni General Jon Nikolson bayon etib, mudiriyat zaif bo'lgani ko'plab polis va urdu kuchlarining ta'siri ostida qaror berganidan xabar bergan. General Jon Nikolson Doish terroristik guruhi to'g'risida ham ishora etib, Afg'onistonda urushadigan Doish jangarilar tashqi o'lkalardan bo'lganini aytib, Afg'oniston tuprog'idan islomiy xilofatni qurishda talosh qilishdan xabar bergan. Lekin Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Doish guruhi Afg'onistonda shikast bilan duch kelganini aytadi. Bizlar qurbonlik raqamidan xavotirlanamiz. O'tgan yil Afg'oniston amniyatiy kuchlari ko'plab qurbonlik berganlar. Ushbu raqam bu yil ham o'shancha va ko'p ham bo'lgan. Yosh askarlar urush maydonidan nokom qolmaydi. Nokomlik harbiy jihoz va boshqa lozim bo'lgan narsalar yetkazilmaganigadir. Amniyatiy idoralardagi fasod va diqqatsizligi bois amniyatiy kuchlar urush maydonida ko'plab qiyinchilikka ro'para bo'ladi va bu masala qurbonlik ko'payishiga sabab bo'ladi. Milliy kengash namoyandalari dushanba kuni ichki ishlar, omma sog'liq va muxaddira moddalar qarshisida kurashish vazirlarini parlamentga chaqirgan. Milliy kengash namoyandalari mazkur vazirliklardan muxaddira moddalarga yo'liqqan kishilarni madavo qilishda va muxaddira moddalar sotilishining o'ngini olish baromat tuzatishini so'raganlar. Ana shu holda omma sog'liq vaziri agarda muxaddira moddalarni sotuvchi kishilar o'nga olinmagan holda madavo natija bermasligini aytadi. Qamoqda bo'lganlar raqami qanchadir va bangovor moddalar qochoqda qo'llari bo'lgan kishilar necha kishidir? Ko'p osonlik bilan bangovor moddalar qo'llarga tushadi. Bunga to'siq bo'linmagan holda bizlar qanchaki tablig'ot qilsak yoki bizta raqamini yuqori eltsak yetarlicha natija bermaydi. Afg'onistonda mavjud bo'lgan idora fasod va boshqa tahdidlar yonida bangovor moddalar ham jiddiy tahdidlardan bo'lib, Afg'oniston xalqi u bilan duch kelgan. Mamlakat Haj Avqof vazirligi haj marosimida ajrim yuz bermasligi uchun bir mexanizm qo'lga olishi lozim. Ushbu matlabni Cumhur Raisining ikkinchi o'rinbosari Sarvar Donish bayon etib, hojilar o'lkaning farhang va tarix elchisi bo'lgandan xabar bergan. Ana shu holda Haj Avqof vaziri Fayz Muhammad Usmoni hojilar vaziyati o'tgan yillarga ko'ra yaxshi bo'lganidan xabar bergan. Haj va Avqof vazirligi buzmakor guruhlar hojilar bilan birgalikda haj marosimiga borishini oldini olish xususida aniq bir mexanizmi bo'lishi kerak bo'lgan. Bu albatta katta qiyinchiliklardan biri. Biroq bir yo'l mavjudkim, hurmatli vazir so'yib va barcha amniyat nahodlari diqqatiga. Haj marosimidan noto'g'ri ish oladiganlar o'lkaga qaytib kelishi bilan kontrol ostida qaror topsa. Va Afg'oniston ichki ishlar vazirligining rasmiylariga ko'ra, polis qo'lida bo'lgan hozirgi tajhizotlar yetarli bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligining o'rinbosari Ikromiddin Bovar Afg'oniston e'lon bo'lmagan bir urush bilan duch kelgan, lekin polis kuchalarining tajhizoti esa oz deydi. Ayni holda mahalliy polis kuchalarining boshlig'i mahalliy polis kuchalarini nizomga shomil qilishdan xabar beradi. 382 vulsvolikda polis kuchlari amalan fiziki holati bo'lgan. Bu o'ta muhim bir masaladir. Ta'assub bilan aytish kerakki,
Polis kuchlari postalari ixtiyorida bo'lgan qurollar mana shu Kalashnikovdan iborat bo'lgan va katta qurollar ham PKK roketdir. Biroq hozirgi urush sharoitida bu yetarli emas. Aholi polis kuchlarining barnomalari albatta uzoq muddatli barnomalardan bo'lgan. Afg'oniston polis kuchlari istaydikim to'xtalish holatdan tashqariga chiqsa, mahallar va qishloqlarga borib, har bir kishining qiyinchiliklariga quloq solib va unga yetishsa va ayni holda polis kuchlaridan aholi orqadoshlik qilishlari lozim bo'lgan. Aziz va qadrli ko'ruvchilar, ushbu soat muhim xabarlar nashrlardan iborat edi. Bu tur xalqaro to'lqinlarda qo'lingina uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.